Yana shu simlar deyishga shoshilmanglar. Bu emas endi mana bu yoqda yengillik. Ko'ringlar. Og'zini bitta eshitdinglar. Og'zini qaranglar buni. Shisha bu, chiroyli kelibdi, sifatlari ham toza. Hop, nimaga ishlatsam bo'ladi deydiganlar uchun qaranglar, juletkalar ishlatolsanglar, bitta qo'yib bezab bersanglar bo'ladi. Mana shishim zo'r narsa chiqadi. Kiyimga ham ishlatsanglar bo'ladi. Xustallar bilan bezab berayotganda orasiga qo'yib ketsanglar, bu shisha. Vidini ochib beradi, plastmassa emas, bogatiy ko'rsatadi. Ranglariga bitta ko'rib baho berasizlar. Bitta ko'rsatib ketaman ranglarni. Qaranglar, shishim zo'r kelibdi lekin o'zimga yoqib ketyapti mana shu rang. Bunaqa qizg'anchiq bo'lmanglar. Bunaqa chiroyli narsalarni ko'rganda bitta ekranni like bosib, olib jo'natib qo'yinglar bunaqa narsalarga. Bunaqa neobычный, noodatiy narsalarni faqat bizning kanalda ko'rasizlar. Shuning uchun obuna bo'lib kuzatinglar. Bundan zo'rlari kelyapti xudo xolasa. Ko'pincha shunaqa deb aytaman, bundan zo'rlari kelyapti deb har qayerda guvoh bo'lganlar bor. Har doim yengillik olib kelib sizlarni xursand qilishda davom etamiz. Nimaga ishlatgan bo'lardinglar bunaqa chiroyli narsalarni? Kommentga yozib ketinglar. To'g'risini aytsam, zakaz qilayotganda bunaqa chiroyli narsa keladi deb o'ylamadim. Qizili ham o'zgacha ekan, ammo orasiga ozgina tilla zar berilgani hisobiga noodatiy ko'rinyapti. Oxirgi ikkita rang. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, like bosib ketishingizdan chiqmasin.